Даже man sig'dim bu avtomobilga. Sotuviga ixcham, ekonomichniy, dizayni prosta bomba 1.6 motorli Mini Cooper keldi. 2009-yil. Texnik obslujivaniyadan yaqinda o'tgan tekshirishingiz mumkin. Mana yonidan, orqadan vid shunaqa bo'ladi. Kraskalari toza ham deyishgan bizga, ham o'zimiz ham tekshirdik, hech qayerda topilmadi. 107 ming kilometr probeg. Mana motorni atsak ham ko'rishingiz mumkin, hammasi joy-joyida turibdi. Mana ikkinchi qator ko'rishingiz mumkin, bu o'zi qator sumkalar uchun 4 silindrli 5 turbina dvigatel выхлопini eshitmoqchimisiz? Qo'tur. Endi salonga o'tamiz sizlar bilan. Bismillah. Hop. Mana bemalol sig'dim, gap yo'q ekan. Firmenniy mana shu speedometrga qaranglar, gap yo'q ekan. Однозонный klimat kontrol, avtomat korobka. Вообще menga shunaqa yoqyapti bu avtomobil. Mana bu samolyotnikiga o'xshagan qaranglar. Konditsioner как положено ishlayapti. Juda muzdek, juda ham. Sitetiga ham ahamiyat berishingiz mumkin. Juda chotki sifati bilan qilingan ekan. Xullas, mana kech payt video shunaqa bo'ladi. Tomda katta panoramli luk mavjud. Narxiga keladigan bo'lsa, narxi juda shirin. 11,5 mingga beraveramiz, kelib ko'ringlar.